Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Bugungi videoni erkaklar salomatligi, xususan prostata bezining sog'lom ishlashi haqida qayg'urayotgan barcha erkaklarga bag'ishlamoqchiman. Yillar davomida shifokor sifatida ko'plab bemorlarni qabul qilar ekanman. Prostata bilan bog'liq muammolar, masalan, siyish vaqtida noqulaylik, qorin pastida bosim yoki og'riq, tez-tez hojatga borish yoki umumiy charchoq, erkaklarning hayot sifati va ruhiy holatiga qanchalik kuchli ta'sir ko'rsatishini ko'rdim. Afsuski, ko'plab erkaklar bu muammolar haqida gapirishdan uyaladi yoki bunday holatni yoshing bilan normal deb o'ylashadi. Shuning uchun bugun sizga Uropro nomli tabiiy va zamonaviy kompleks haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu mahsulot aynan prostata bezi faoliyatini qo'llab-quvvatlash va erkaklar umumiy farovonligini yaxshilash uchun ishlab chiqilgan. Uropro tarkibida palma sabal ekstrakti mavjud bo'lib, u prostata bezining tabiiy funksiyasini tartibga solishda yordam beradi. Shu bilan birga, likopen yalliglanish jarayonlarini kamaytiradi va hujayralarni zararli ta'sirlardan himoya qiladi. Tarkibidagi qora sarimsoq va sink esa immunitetni mustahkamlashga samarali ta'sir ko'rsatadi. Agar siz siyish vaqtida noqulaylik sezsangiz, tunda tez-tez hojatga turib ketayotgan bo'lsangiz, pastki qorin sohasida siqilish yoki og'riq kuzatsangiz yoki energiyangiz pasayganini sezayotgan bo'lsangiz, Uropro siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Uni kuniga atigi bir marta ovqatdan so'ng suv bilan qabul qilish kifoya. Toliq davolash kursi odatda 1 oy davom etadi va 4-5 hafta foydalanishdan so'ng dastlabki natijalarni his qilasiz. Uroproning asosiy afzalligi shundaki, u 100% tabiiy tarkibga ega, uy sharoitida oson qabul qilinadi va nojo'ya ta'sirlarsiz prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Natijada erkak kishi o'zini sog'lom, faol va yanada ishonchli his qilishni boshlaydi. Agar siz ham sog'ligingizga jiddiy e'tibor qaratishni boshlamoqchi bo'lsangiz, Uropro yaxshi boshlanish bo'lishi mumkin. Unutmang, sog'liq eng katta boyligimizdir va unga g'amxo'rlik qilish oz qo'limizda. Rasmiy sayt havolasi videoning tavsif qismida berilgan. Hozirda mahsulot bo'yicha maxsus chegirma aksiyasi mavjud. Shuning uchun imkoniyatni qo'ldan boy bermang.